Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz? Ismim Rohat Aliyev Jahongir. Nima ish qilasiz? Turnirda O'zbekistonda bajarilishi murakkab bo'lgan elementlarni bugun sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Anchadan bir shug'ullanasizmi? 1,5 yil bo'lib qoldi. Uylanmagansiz-a? Yo'q. Uylansangiz ota sifatida qo'ygan eng katta maqsadingiz nima? Farzandim birov ota-onasini ko'rganda men ota-onam shunaqa bo'lishini istayman demaslik kerak. Men mehribonlikda katta bo'lganman. Bizani adam ko'p ishardi. Men onam uydamiz, oyim turmush o'rtog'i bilan chiqisha olmadim. Ukamga shu umuman kun bermayapti. Oxiri katta janjal bo'lib ketdi. Bu yerda har kuni kalta yeb, даже cho'milgani hovuzga chiqadigan bo'lsa, men futbolkamga hech cho'mila olmasdim. Men olib ketganlarning sababi davlatdan uy olish bo'lgan ekanda. Keyin ukam bilan nima qilishni bilmadikda, hokimiyatga chiqdik. Ular oilarim turgan joyga kelishdi. Uni ham hokimiyat bergan ekanda u joyga ham. Siz bolalaringizni istaysizmi yoki turmush o'rtog'ingizni eringizni istaysizmi dedi. Erlarini tanlab yubordilar. Masjid imomlari kelib turib, bittasi men olaman bularni dedi. Yana qaytib mehribonlikka dokument qilguncha. Imomni qaramog'ida bo'ldik. Dunyo qarashimiz ham ancha kengaydi. Tupigida katta bo'lganmiz-da. Faqat siqilish, kalta yeyish, ishlash, shunaqa narsada. O'tdan mehribonlikka joylashtirildik. Hayot yo'li o'zi juda ham bir og'ir kechgan ekan sizda. Men juda ham xohlardim bugun zo'r chiqish qilib, qachonlardir sizni bolalar uyiga tashlab ketgan insonlarga chiqishingiz orqali qanaqa mard yigit katta bo'layotganini ko'rsatib berishingizni juda ham xohlagan bo'lardim. Juda og'ir elementlar qildingiz. Ko'rdim. Zo'r. O turnirda qilgan 2-3 elementlar haqiqatan juda qiyin qilinadi. Juda mas'uliyatli. Shuning uchun men sizga ha deyman. Rahmat. Barakalla Jahongir, sizga men hop, ya'ni ha deyman. Rahmat kattagan. Omad. Jahongir rostdan ham chiqishingiz chiroyli bo'ldi. Endi ozgina kam bo'lib qoldi va Yaqinda shu turnirda xizmatdan qilib turib, turnirdan yiqilib tushdim. Travmam bor edi bo'ynimda. O'zimga ham ko'nglim to'lmadi bu narsalar uncha-yu. Umid qilaman keyingi bosqichgacha albatta jarohatlar tiklanadi va nasib etsa siz bilan yana uchrashamiz. Sizda bugun 3 ta ha va Got Talent loyihasiga xush kelibsiz. Sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling.
hop deyman deganimni eshitdinglarmi? Ha, har doim yengillik kiritasiz. Постоянно har bitta nomerda такой izumkalaringiz bor. Men sizga hop deyman. Mayli deb qo'ya qoldi deb.